Kazo odamlar oladigan defitsit konditsionerlarni ham ko'rsating deysiz. Men imенно shu konditsionerni ko'rsatgan bo'lardim. Chunki bu brend taniqli bo'lgan brendi yoki o'zini ishlashi bilan emas, noodatiy bo'lgan ko'rinishi bilan boshqa konkurentlardan yaqqol ajralib turadi. Lopesdagi 8645 ta mikro teshichalari, xromirniy detali va seriy rangi uzukka ko'z qo'yganda yarashadi. Lopesdagi teshichalari faqatgina dizayn uchun emas, sovuq havoni mayin, yoqimli qilib chiqarib beradi. Oddiygina misol ichkari va tashqari blokini solishtirsangiz ham bo'ladi. Standart modelidan anchagina uzunroq yoki bir baravar og'irroq bo'ladi. Komplektida pulti, turbasi, kabeligacha chiqadi. Yarim narx kanalini bilasizlar. Yo hammadan arzonga qo'yadi, yo eksklyuzivini topadi. Aynan xuddi shunaqa bo'lgan 12 talik konditsionerga katta skidka qilib 5 million 615 ming qilib sotishayotgan ekan. Bizani kanalga faqatgina podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz, bor yo'g'i 389 dollardan sotib olsangiz bo'ladi. Sotuvchilarning nomeri Telegram kanalida, kanalga o'tib nomer olib bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Kommentariyada izohinglarni kutaman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizlarni yaqin deb bilgan odamingizlarga jo'natib qo'yinglar.